Ustalarimga hozir ovqat olib keldim. Mana kichkina eshigimda qo'ygan. Eshik 2 metr bo'lganmi? Ha? Hali men enkayib ko'rdimmi? Enkayib ko'rdimmi eshikdan? Ha? To'g'ri kirdimmi? Men 1.70 manda. Assalomu alaykum, xormang. Katta darvoza. Mana katta darvozamni yasayapti. Xudo xohlasa ertaga bitib qolsa kerak. Men otajonim sivarchiga edi. Men shu yerda ishlab yotardi bolaligimizda. Bitta qo'l nima qilib qo'yingchi? Qo'l ko'tarib qo'yingchi. Bo'ldi, endi ketdingiz internetga. Sakson ikki. She's